İkinci qism. Konularning "Telesang topasan" deganining rostligiga ishonmas bo'lib qoldim. Agar rostila tilab topqili bo'ladigan ish bo'lsa, 5 yildan beri tilaganlarim uchun bir balaga ona bo'lgan. Kundan kunga qusircha bo'lib ketayotgan qaynonamning navirlik bo'lish orzusi ishga oshgan. Savdo ishi bilan taladan kirmas bo'lib qolgan erim, balamiz uchun bo'lsa-mu uyga baldur qaytadigan bo'lar edi. 5 yil. Turmush ritmi bakma tez bo'layotgan. Bir kunning o'tmigi ko'zni uzoqroq yumib etishqimi yetmayotgan mushundaq vaqtda boshqalar uchun 5 yil degan bakma qisqa tuyulishi mumkin. Ammo meningdek tikan ustida yalang oyoq turib qolganlar uchun yil emas, kunning o'tmigimi baktas. Bakli qiyin edi. Sahardala taputaniga qolmaslik uchun ko'zimni yirtib echib, o'rnimdan turib, cho'ng hoyliga supurgi selishdan ishni boshlasam, kechda hammaning ko'zi uyquga ketganda ondan telib turgan putlarimni so'rab, hujraga kiratdim. Yaqindan beri meni yolg'iz kutib olishga ko'nolmayotgan hujra meni so'g'uq qarshi oladi. Yaqindala almashtirilgan cho'ng lumlum karvat, mamuq yotgan ko'plar bir-biridan ko'rkam, paqirab turadigan ishkap, divanlar, hashamatlik dariza pardalar. Xo'jayinning naga ketganligini so'rayotgandek, mening yolg'izligimga, g'ayribliqimga echinayotgandek, ig'ir tuyg'ida tinsiz turadi. Qiylin ig'ir pardalar darizam sirdidagi gullikni ko'rishga, gullar ustida o'ynashib yurgan kepinaklar tomosha qilishga, karvatda rahatlanib yetib, darizadan marlab, men bilan mukishmak o'ynaydigan oy bilan mingdishishga daxli qilgan bo'lsa-mu, Alyarning savdoga kirishib, pul topgan chaqdagi uyimizga bo'lgan ko'ngli bo'g'ashqa, meni sirt bilan ayirib, demoqtirib qo'ygan bu pardalarni almashtirib etishga ko'nglim unamaydi. Ishikning kuchlik o'rlashi bilan tasda uyquga bo'lgan ko'zlarimni echib, chachrab o'rnimdan turdim. Erim kelgan. Mening yolg'izligimga xotima beradigan hamrohim ishikning sirtida qolgan edi. Sapma kashimni kiygilimi oldirib, yugurib borganimcha ishikni ochdim. Nemancha iching taqib olasan ishkingni. Xuddi o'g'ri kiradigandak. Erimning tiniqidan o'rlayotgan haraq bo'sidan uning xeyli o'pdalla mas ekanligi bilinib turadi. Eshikni ochmay nima qilyotganding? Kechiring, uxlab qoptiman. Uxlab? Erim menga chekchiyib qarayotgandan keyin daldangshiginicha tozliq uyga mangdi. Uxla. Sen degan uxlashqili yaralgan xotin. Uxlashdan boshqa qo'lingda nima keladi sening? Tazliq uydagi suvning shaqirishi uning ovozini besib ketgan bo'lsa-mu, ko'zlarimdagi yoshni, izchil mening ko'nglimni ayab kelayotgan erimning nashtardak urilgan oshi so'zidan yuragimning pari-pari bo'lib ketishini to'sib qololmadim. Tazliq uyning ishiga oldida nima qilarimni bilmay turgan shu turqim shunchalik bechora edi. Qo'l yuvish o'rnidagi aynakdan ko'rinib turgan chashlari chivilgan, chiroyi sarg'aygan, o'riqliqdan bir tira, bir ustixon bo'lib qolgan. Xunuk ko'zlaridan to'xtamay yosh to'kilib turgan ayolning men ekanligimga ishongim kelmaydi. Shu qadar bechora holga tushib qolgan bu uydan ketishni meni hech kim tonimaydigan, tug'miding deb toptani qilmaydigan, sat qaramaydigan bir yerga ketishni shu qadar xohlaydim. Lekin hech yerga ketamaydim. Tong otdi.
bu tangningmi men uchun xo'shallikdan derak bermaydigini aniq bo'lsa-mu, odatim bo'yicha noma'lum bir umidda bu suvdan atlab 20 degidek gullik qilingan, xilma-xil gullarning xushhidi qaplagan o'yliga chiqdim. Texi to'liq suzilib bo'lamagan osmonning o'ya bu yerida yulduzlar ojiz nur chechib turadi. Nurini yo'qotgan ay. Balkim ay emasdi. Ay tang atqanidan xabarsiz qolgandek, o'z o'rnini topolmagandek, muallaqda esilib turadi. Supurgining shirtildishidan uyg'onib ketdimi? Yoki bugun uyqusi yaxshi bo'lmadimi? Qaynonam baldirli ho'yliga chiqdi. Yenikrak supursangiz bo'lmamdi. Shart qilaverib, uyqusini buzdi-ku odamning. O bo'ynini so'zib, Alyar bilan ikkimizning uyiga qarab qo'ygandan keyin zuvoni yana echildi. Er kishi deganni sirtda shundoq uzoq turg'izib qo'ygan bormi? Kesh keldi deb qaydab qolgan yerlaringizmi u? Sirtda turg'izib qo'ymadim-ku. Men chig'imda tuyib yotdim, uning darvozadan kirganini. Uyning eshigini bak uzun chekib ketdi. Qandoq uyqu o sizniki? Eri kelsam to'ymay uxlaydigan. Yenida oshqish bo'lgandikin, echib kirsa bo'ladi-ku. Qaynonamning achchig'ining ustiga lozi sepgandek zahardila nashtirni sanjishi nervamga tekkashga chidab turolmadim. Elimi yerim kechigacha tik o'ldiraman. Uni qachon kelakin deb. Eshikda bir 2 minut turib qolishga chidamagan odam eshikni o'zi echib kirsa bo'ladi-ku. Voy, ma bolani. Mening gap yandirishimni o'ylabmi baqmagan qaynonam birdan tengirqab qolgandan keyin tatirib ketgan chiroyi sirlik tis oldi. Tehe, voy lab basa zuvani ichilib qapti-ku buning. Voy, sendek tug'mas qichirni-chu, uyimda turg'izib, oshdan berganning jazosimi bu, ha? Men degan o'g'lingizning xotini. Bu uyda turadigan, yeydigan, ichadigan huquqim bor. Yana jiq gaplarni qilmoqchi edim. Qaynotamning yo'talgan ovozi meni to'xtatib qo'ydi. Atiganda nim bo'ldi vaqirishib. Qaynotamning eg'ir ovozi bilan qaynonamning andila boshlagan yig'isi. Ya'ni zarda bilan supurayotgan supurgining harakati biroqla to'xtadi. İştipoqi emasdi urush topmisan. Boshqa ishing yo'qmi sening? Qaynonamga ochiq bilan tikilgan qaynotam ko'zlarini menga yo'tkadi. Kim qo'ydi sizga opingiz bilan tang turishni? Cho'nglarning o'rmitini qilishni bilsangiz bo'lmamdi. Men xato qildim dada. O'z dadamdek bo'lib qolgan qaynotamning oldida xijillikdan o'zimni qo'ydigan yer topolmay, yerga boqqanimcha turib qoldim. Alyarga ayting. Nashtadan keyin chiqib ketmay tursin. Ma'qul dada. Qaynotamning gursildatib mengib darvozadan chiqishiga qarab turgandan keyin ishimni davom qildim. Shu kuni dadasining qilgan so'zlari ta'sir qildimi yoki menga qilgan so'ziga pushaymon qildimi? Shu kundan boshlab uning uyga qaytadigan vaqti sal oldiga surildi. Menga qara ay. Dedi u baldur qaytib kelgan bir kuni. Biz bola beqib olaylik. Balaliq bo'lmaganimiz uchun senmi bu uyda ko'p qisilding, qiynalding. O'ylab baqsam, bola beqib olsaq, hamma ko'ngil og'riqi tugaydi ekan. O'zimdan beri ko'nglimda shundoq o'ylab kelgan bo'lsam-mu, qaynonamning qo'shilmayli qolmasdan yana bir muncha ko'ngil og'riqi topadiganligini bilgashga og'zimdan chiqarishga petinolmagan edim.
Bugun Alyarning og'zidan bu gapni anglab, quloqlarimga ishongim kelmay qoldi. Rastawatamsiz? Opam qo'shilarmi? Opamni men qayil qilaman. Alyar titragan qo'llarimni alqalari orasiga oldi. Xotirjam bo'l xotin. Endi bu uydagi xushal kunlaring boshlanadi. Opamni sana burunqidakli kuyinadigan bo'ladi. Ko'zlarimdan to'xtovsiz to'kilayotgan yoshlar Alyarning bag'riga singib ketdi. Bu yoshlar bilan ichimdagi qattiq tugun biroqla yo'qab, necha yildan buyanqi eng rohat, eng baxtli bir kechani o'tkazdim. Balaliq uy bozor degandek, bola beqivagandan keyin bu jimjit, sirlik ho'ylar boshqacha tisga kirdi. Heliqi sahardagi tagishdan keyin menga tishirib bir eg'iz gap qilib baxmagan qiynanamning chiroyi bahordek echilib, bir oylik bo'p ashqan buduruq o'g'lim qo'lidan tushmaydigan bo'ldi. Ikkimizning orasida hech qanday so'g'uqchilik bo'lmagandek, shunchalik enoq, tatliq edik. Xuddi men uning o'z qizidek, u mening o'z opam edi. Xo'shal vaqtlar bakmi tez o'tsa kerak. Hash-pash degicha bolam 1 yoshga kirdi. Amdila ta'talab mangan bolam kang ho'ylining hamma yeriga boratdi. Dadasi bilan buvisi akilib bergan har xil o'yinchiqlar chechilib, pak-pakiz turadigan ho'ylini, uylarni qalaymiqan qilib etgan bo'lsa-mu, uni yig'ishtirib etishga qiynanam yo'l qo'ymaydi. Qo'p qo'ying qizim. Heli Alshadjon o'ynamoqchi bo'lsa, topolmay qoladi. Birdan aram elibilan qizim. Kecha bola boqaman deb tuzukmi uxlayapmidingiz? Mana bu qiynanamning kundalik deydigan gaplari edi. Bolaning bundoq tatliq bo'ladiganligini his qilgan shu kunidan boshlab, qiynanamning burun nemishqa menga so'g'uq ko'zda qaraganligini to'g'ri tushunib, ko'nglimdagi barcha noroziliklar bolamning oyog'i yetishi bilanla ko'tarilib ketgan edi. Bolam menga ana bo'lish baxtini beribli qolmay, bu uydagi o'rnimni qaytadan tepib bergan edi. Uni suyib qolmaydim, purab qolmaydim. U uxlab qolgandimi, buduruq qo'llarini yuzimga yiqib, kichikkina putlarini silab, oppoq yuziga to'ymay qarab, kechining bir yagi berib qolganligini, uxlashim kerakligini to'ymay qolatdim. Bak uxlab qolsam, uning o'z ota-onasi paydo bo'lib, bag'rimdan zulub elib ketadigandek xotirjam uxlayolmay, darang'ada cho'chib uyg'onib ketib, uning quchog'imda ekanligini bilgandan keyinla yenik tinatdim. Mehringni bolag'ili berib, menga ko'ngil bilmas bo'lib qolding. Deydi erim ba'zida chaqchaq qilgan bo'lib. Ondaqmi emas-ku? Deydim, bolamning buduruq yuzlariga suyib turib. Burun mehrimni bevosita sizga beratdim. Hozir bolam orqali yetkazyapman. Ondaqda bo'lg'adak. Erim shundaq deb, bolam ikkimizni suyib qo'ygandan keyin ishqa mang'atdi. Men kechirib kelaman jimo xotin. Tamoqqa meni saqlama. Onun kech kelishiga, tamoqqa saqlamaslikqa 2-3 kun, hatto biror haftagacha uyga qaytmasligiga ko'nik bo'lg'ashqa, uni xo'sh deb o'ztib qo'yatdim. U xizmatidan istifa berib, savdoga kirishib ketgachga, bundoq tugumas kech qilishlari, uyga kelmasligini to'g'ri tushunatdim. Uning ashundaq tirishchanligi natijasida burunqi uylarning o'rniga 3 qavatlik dacha, motosikletning o'rniga paqirab turadigan hayvatlik mashina almashgan. Bu kang ho'ylaning qiyofati yenglanib, faqat ho'yladagi men o'z qo'lim bilan barpo qilgan gulliklar asli o'rnini saqlab qolgan edi. Vaqt bakmi tez o'tmoqda. Balamni baqqan kunidan boshlab xizmatdan istifa berayotgan bo'lsam-mu, kunlarim bakmi aldirash o'tadi. Balamni atdiganda yasliga opirish, bir-biridan cho'ng uylarni tozalash, tomoq etish,
Kundan kunga mag'dirsiz bo'lib, to'la saqsiz bo'layotgan qiynanamning holidan xabar elish. O'yladiki, bog'dagi darvozaning ichki qasniqidagi gulliklarni, ko'ktatliqni parvish qilish degandek ishlar bilan kunning qandoq chog'da kesh bo'lganligini tuymayla qolatdim. Ay, bir bala mak ozliq qilib qoladi ekan. Yana birini beqov olsak qandoq deysan? Dedi bir kuni Alyar qo'llarimni silab. Hozirmi bir obdamg'u? Hozirg'u obdam bo'layotgan. Biroq biz yashinib qolganda bir talla bolamiz pek jafo tatib qolamdi nima? Erim qo'llarimni tatib lavlariga opadi. Sana qarab deyman ha. Agar mening boshqa qarindoshlarim bo'lgan bo'lsa, cho'nglarning holidan xabar erishib bersa, senmi bundoq jafoni qilmayding. Erimning shu aldirashchilik ichidami bundoq inchiki o'ylashidan, mening g'amimni yeyishidan bakla ta'sirlandim. Uning o'zimdan beri untilib ketgan Ay degan ismimni chaqirishidanla qalbim larzaga kelgan edi. Uning deganlariga ko'nglimda qo'shilib bo'lgan edim. Rahmat. Men uchun qilganlaringizga sizga hech narsa qilib beramadim, dedim. Voy, hargiz undoq dema. Menga borliqingni berding-ku. Shu mening bir umr seni qadrlashimga arziydi jinim. Bu qitim beqivog'inimiz 3 oylik bo'lib qolgan qiz bovoq edi. Nur yig'ib turgan oppoq yuzi, qora qatdek ko'zlari, kichikkina og'zi meni birinchi qitim ko'rishdila o'ziga bog'lab oldi. Uni quchqimga og'inimda sutbirab turgan tiniqlari yuzimga urilganda vujudimga kuchlik onalik mehr taradi. U quchog'imga chiqib, menga sinchilab qaragandan keyin o'z opasi emasligimni bilib qolgandek qiyqirab yig'lab ketdi. Yetir qavvatadi, dedi qiynanam menga tasalli berib. Tunji ko'rishinglar emasmi? Ras, yetir qavvatadi. Lekin hech qisi yo'q. Asta-asta o'g'itib olaman. Bola beqib, tajribalik bo'lib qoldingiz. Tezla o'g'itib olasiz. Qiynanam Alyarning quchqig'i chiqib, jimib qolgan bu vaqtni qo'liga oldi. Kela qo'zam. Seni men ko'tirib qo'yay. Qaranglar, qiz bolaning o'tini dadig'i soladi degan rostkanjimi? Qara, bu qizning yo'lda kelgichilar dadasiga mehri tushib bo'pti mana. Qizimning qo'shilishi oilamizga yana bir qitim xushallik olib keldi. Ikki bolaning onasi bo'lgan men endi bu 3 qavatlik hayvatlik tajining to'liq huquqliq ayol xo'jayini edim. Kundan kunga teni ojizlab ketayotgan qiynanamning burunqi kibri endi qolmagan. Chas saqallardagi oq ko'payib ketayotgan qiynatam aslidagida mubak salopatlik va eg'ir besiq bo'lib qolgan edi. Mishjan, qo'rqinchoq bo'lgan meningmi tantakligim tugab, pishib yetilgan bir ayolga aylandim. Shundoq 10 yildan beri bu go'zal ho'ylining menga berganlari ko'p edi. Opsiz edim, opaga. Bolasiz edim, bolaga. O'z bolasidan mubakrak kuyinadigan otaga. Xohlagancha xajlasimi tugab ketmaydigan pulga erishdim. Bolalarim uchun uyda turgan vaqtidan sirtda yuradigan vaqti ko'p bo'lsa-mu, har kelganda meni yangicha tuyg'ularga soladigan erim bilan, uning Ay deb chaqirishlari bilan baxtli edim.